qizlar, hozir shunaqangi xursand bo'ldim, chunki hozir men Nastashiyaga qaytib, desam qo'limda iPhone, bunday qarasam mashina BYD, oppoq katta Jeep rosa orzu qilardim. Hech qachon oilamizda mana Jeepli mashina, chiroyli, bunaqa baland, semiz mashina bo'lmaganda, bo'lgan faqatgina ana erkaklarniki xunuk mashinalar bo'lardi. O'shaning uchun hozir ey Allohim, prям hamma niyatlarim ham prям ana просто nima ba'zi kichkinaligimda orzu qilgan niyatlarim bor, hammasini amalga oshiribsan. Rosa xursand bo'ldim ich-ichimdan hozir. Yo Robbil alamin, prям ana boshimdagi kartinkani amalga oshirdim. Alhamdulillah, rosa hozir xursand bo'lib o'tib ketyapman. Qizlar, aytmoqchiman, iltimos qizlar orzu qilishdan to'xtamang, chunki Allohim ro'ylim boshlardagi kartinkani keltirib qo'yar ekan qizlar. Faqatgina ishlash kerak, конечно, baribir bu narsa realniy ekan, chunki men kechayli uyda erga teganda umuman daromadim bo'lmasdi. Erga teganda umuman daromadim bo'lmasdi. Bu kartina bo'ldi, men o'zi hayotim tugadi, hech qachon pul topaman deb o'ylardim ekan. Yo'q, naborot erga tegdim. Mana baraka yanda ko'p kirdi. Alhamdulillah, hamma orzularimga yetdim o'sha qizlar.